Assalomu alaykum hammaga. Sistemali challenge'imizni oxiri nima bo'ldi deb ko'pchilik kommentariyaga savol beryapti. Men challenge'ni oxirigacha tugatdim. O'sha videolarni qaytadan ko'rsangiz, hammasida aytganman, уже bu oxirgilari va challenge'imizni tugatdik deb. Demak, challenge'ning natijalari qanaqa bo'lganini men xudo xolisa keyingi videolarda bo'lishib boraman. Bu videoda esa shu challenge boshidan oxirigacha hammani so'ragan bitta narsasi, hamma emas, endi ko'pchilikni so'ragan asosiy narsa bu jurnalni qayerdan oldingiz, qanday topsak bo'ladi? Ko'pchilik kommentariy yozgandi. Kelinglar, men shu jurnalni qanday topishni sizlarga qadam-qadam tushuntirib o'rgatib boraman. Xullas, internet, endi notebookdan albatta internetga ulanish kerak va biz mana bunaqa deb yozishimiz kerak. Beta Trading Journal, mana bu yerdan chiqadi, Beta Trading Journal. Bu bizga kerak emas, birinchisi, mana bu ikkinchisi bizga kerak. Notion'dagi, mana bu Note on deb yozilgan Trading Journal. Xullas o'zingiz o'qib olasiz. Beta Trading Journal yozganingizda mana bu narsa chiqadi. Shuni ichiga kiramiz. Saytning ichiga kirganimizdan keyin mana bu yerda Open Notion turgan bo'ladi. Open Notion'ni bosganingizdan keyin pochta so'raydi sizdan. Mana shu jurnal, hammasi ko'rishingiz mumkin. Mana bu narsalarni kunlik, haftalik, polностью sizga shu rasmlari bilan do'pposli hammasi bor. O'zingiz nastroyka qilib olasiz, qulay qilib. Open Notion'ni bosasiz, o'ng tomon tepasidan. Open Notion'dan keyin menga avtomatik ochiq bo'ladi, sababi men registratsiya qilganman. Sizda esa registratsiya so'raydi. Ya'ni men Open Notion qilganimdan keyin kirdi. Siz esa Open Notion qilganingizda pochta so'raydi. Pochtani yozasiz. Pochtani yozganingizdan keyin pochtangizga parol keladi. O'sha parolni o'sha password degan joyga yozishingiz kerak bo'ladi va keyin shu jurnal ichiga kiradi. Dальше buni ishlatilishi qiyin emas. Men keling nulivoyni ko'rsataman. Mana shunaqa turadi jurnal. Kerakli narsalarni cel o'zingiz yozasiz. Bu 1 2 3 4 5 primerlari, mana bu yerda esa nima deydi, yevro, dollar shu narsalar. Xullas, bularni hammasini men alohida video qilib, bitta Telegram kanal ochaman, yangi Telegram kanalimga joylayman va silkasini istoriyamga qo'yaman. Bo'lishaman sizlar bilan qanday qilib shu jurnalni to'g'ri, shu jurnaldan foydalanishlikni. Shunaqa gaplar keyingi videolarda mana bu natijalarni bitta-bitta tahlilini qilib chiqamiz. Ahmed Karimov, Muslim Ali, 1618, Abdurahmon Kripto akamiz va Asr akamiz. Hamma natijalarni bitta-bitta men sizlar bilan keyingi reyslarda bo'lishib